Amerikaga kelganimdan afsuslanaman. Menga oxirgi oylada judayam ko'p ayollarimiz Amerikaga kelishganidan afsuslanishligini aytib yozishdi. Sababini so'raganimda kun davomida faqat bolalar bilan uyda o'tirishligi, ko'chaga bemalol chiqa olishmasligi va til bilishmagani sabab muloqot yo'qligini aytishdi. Bundan ham yana kuchliroq sabab ishlashmagani uchun judayam zerikib ketishganini aytishgan. Men ularni judayam yaxshi tushunaman, chunki Amerikaga kelganimizda birinchi yili menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Birinchi qilgan ishim farzandim bilan dars qilish boshlaganman. Qo'shimchasiga til o'rganish qo'shib, sekin-asta faqat uy ishlariga emas, balki o'zimga qiziqarli bo'lgan hobbilarga e'tiborimni qaratganman. Blog ochganman va kundalik kontentlar qilib o'zim chalg'itganman. Nafaqat Amerikada, balki har qanaqa chet davlatda yashaganda ayol kishiga aynan shu tarafdan qiyin. Shuning uchun tushkunlikka tushmang. Hoziroq o'zingizga qiziq bo'lgan ishlarni ro'yxatini qiling. Yoki mana yoz keldi, farzandlaringiz uyda. Ular bilan dars qilib, birga vaqt o'tkazing. Qanchalik faqatgina joy emas, balki o'zimizni qanaqa his qilishimiz muhimligini ko'rasiz. Nima deb o'ylaysiz? Chet davlatda yashaganda eng qiyin narsa aslida nima?